koydum. Oho, nimanç diyeceksin? Bugün bek aldırayımız. Öy küçüş, nas kerekler yığıştırış. Men de ayrılsana bir gündüm güç bulamayızlar. Şundak mı dada? Ha? Undaq mı bop ketmez. Biz iş başlasaqla xoşunlarmı kilip yardımlaşıdı. Kim bilido, sen mekteptin geç biz mi küç bulamdıq texe, şundaq mı dada? Nima? Akka, undaq men bolmasam boldu kende? Yaqay, lekin sen mektep bardıgan tursan. Boldu kan. Bu men çok bağan öy. Men bolmasam nurgun işlerde qandaq qılarыңlarını bilmey qalısılar. Toğru mu? Şundaq, öy başqurğuçu naq meydanda bolmasa biz qiyinlib qaldikmiz. Şu emes mi? Men ruhsat sorap gelip sizler bilen birli işley. Qandaq bulamdı? Marko, shundoq qilib darsinga yana daxli yetadigan bo'ldi-da. Meni birga ketishim qo'shildinglarmi? Bek yaxshi bo'ldi, bek yaxshi bo'ldi. Undaq bo'lsa, hozirli berib yeni o'yini ko'rib kelayli. Narsalarni qandaq o'rinlashtirishda ko'nglimizda son bo'lsin. Tez mang'ayli, tez. Yeni o'y nerede? Uyning darisidan dengizni ko'gil bo'ldi degan to'ng'u. Shundoq deb angladim. Amaliyotda menmi berib baxmagan. Aka, dengizni ko'gini bo'ldigan uy jesmen egiz, shundaqmi? U uy dengizning bo'yidimi yo tog'ning ustidimi? Shundaqdir, balkim darizi turib beliq tutqulim bo'ldi ekan texi. Rostmi? Ishkinglar nimaga qarab tursizlar? Bu yoqqa kelinglar. Aka, bu qaraganda taqi chiqishim ketmaydigan o'xshaydi Marko. Yeng uyning derisidan dengizning ko'gil bo'ldi degan to'nglar. Asli mundaq kanda. Dada. Kirib ko'rib yiqinglar. Ishkinglar mush uyda yotisizlar. Biz mushundaq joyda yotamdu. Biroz yig'ishtirsaq bo'p qoldik. Kela Marko, ratlayli. Bu ikki tarafga karvat qo'ysak, bu darizini echib etsak. Oy! Hey! 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 Bu yoq kelah Marko. Bu yerda dengizni mi ko'gili bo'ldi ekan? Qara, bu yerdan dengiz nihoyat aniq ko'rindi ekan. Ko'rdingmi? Yani texi bizning koni uyni ko'gili bo'ldi ekan. Katilina hadamlarning uyi. Vah, nima degan yaxshi ko'rinish bu? To'g'ri. Bu yerga bir balkon o'rnatsaq, bir nechta gul qo'ygilim bo'lar ekan. Bu yerda yana texi salqindig'ilim bo'lar ekan. Amidiyo o'ynaydigan maydon qilsaq bo'g'adak. Shundaqmi, Marko? Marko! Dada, men bunda qo'yda turmayman. Marko. Dengizni ko'gili bo'ldi deb yolg'on aytib, yolg'onchi. To'xta Marko. Nima shu oldi dada? Hech nima. Marko bu uyni yoqtirmay chiqib ketdi. Xato qildik. Asli bu uyni yig'ishtirib bo'lib, ondan uningga ko'rsatsak bo'pti ekan. Xotirjam bo'ling dada. Marko g'araz o'qidigan bola. Biz avval bu qalaymiqanchilikni ratligach turayli. Mang, chetik tur.
yerden ayrılığım yok. Bu yer senin ılıqlıqın saxlanğan. Menin мәңгі müşə turğum ba. Lekin bunda qısam bolmaydı. Sen yox çağda şoxluq qilishqa texim bolmaydı. Rəst toğru. Qara seni Amidiyo. Anlasam öykücü dikensizler şundaqmı? Hə, yardımlış edəmsiz. Əlbəttə, qırıb qalğan bolsam özəmgə layiq işlərini qıla alayım. Sizni avar qıpdıq. Ey! Ne ketdinla? Öykücümüz davası lağaylap yürüşken. Muşunda qısan qandaq köç bula alayımız. Ben qatnaşmayım cuma. Marko! Apam xat yazğanda akam öyküç orunluq qılıb mısıldap yürді dep çıqıştırma toza. Hə, onun gipinin yoğallıqını qaramamdığan. Hə. Rası bugün işqi baramaydıgan boldum. Jirodu efendimge eytip koşum gerek. Qandaq qılamı? Amidiyo, bu yaqçı. Bay seni xapıqıp koydum. Köçürgün. Ma azraq yardım qıla alamsa. Marko, qeni sen? Mana men. Nəs keraklan yığıştırıyordum. Bildin mi? Mana Jirodi efendim qapırıp birsen ha? Heliqi butuluk şuyduğan Jirodi efendim. Bilsen o heliqi Jirodi efendim. Butuluklan şuyduğan ço. Heliqi butuluk şuyduğan. Uqtu mu? Jirodi efendim qapırıp. Mana tez bol ha. Amidiyo. Paraxtyo sautamdı. Yo'q, uçar kiyme. Uqunda nesi? Xuddi bulutdek osmonda laylab yuradi. Shundaqmi? Yana üstüge çıkımızmı? Keling, almışı valayli. Kötürelemse? Ütüşemdik. Boludu. Tonio! Ne oldu? Çıktı! Yaxşı. Hayratqı, Tonio. Mana, çıqdıq. Endi yaxşı boldu. Yaxşı qıldınla, Tonio, Marko. Şıqılıb getkili, taslı qaldıq. Senin boğunun bəkmi yaxşı boldu, Marko. Dada, Ecep cıxnəs götürübsün ha? Mən cenemde muşta yoğan nəsini götürüp çıktım. Hem de azraq küç çıxamsam bolmaz. Rastla az bob qapdı. Andaq boz çoğraq nəs götürüp çıqqın. Dadam Marko'ga gap deb berəməydigan. Amidiyo! Sen tek hiç bağımdın mı? Jirodi efendim öyle yok mu ki ya? Abla, şu vaxt top kaldı. Hem de bağımsan bolmaydı. Nəgə? Aka mektepki berip gelay. Savaqdaşlarım bilen kelişip koygan unutup kaptım ben. Hazırlık qaytıp gelime. Jirodi efendim! Jirodi efendim! Marko, dəl vaxtını gəldin. Taza aldırab qalğandım. Bu botilklarını tizrək jüyvetken, tüşlü kerek qılmaq işken, təslikdə biraz keçikdirdim. Bolamdı, çapqan. Menin biraz işim çıkıp kalgan. Ay, Yoksa undaq sorğup demə. gelgen. Bəgli aldırab qaldım. Mən potilik ciciqili ketdim, Qandaq qılamı?
Bay Markoning ochiqqa qarab ko'chammaydigan bo'ldik deb o'ylabdim. Shundaq, Marko ko'chmaymiz deb vaqirgan chaqda dadamning chiroyini ko'rgan odam bo'lsa, kulib ketgan bo'ladi. Oson emas jimo, lekin Marko g'araz xudigan bola ekan. Bertolo, siziningga ko'proq ko'yining. Shundaq, sizlarni ko'p avor qildik. Rahmat. Rahmat sizlarga. Marko, qaytib keldingmi? Men qaytib keldim. Ha, qaytib keldingmi? Nimandaq kash qalding? Qo'zg'ong ochqanda. Kela, tomoq ye. Meni yig'ishtirib bo'ldinglarmi? Ha, qara, nima degan ratlik? Qandaq? Bu yoqqa chiqa, Marko. Qandaq yig'ishtirib qo'ygandan keyin iskat kirib qolganda? Mening sizlar bilan birga ishligim botdi. Biroq Əmisi biz qaytaylı. Sizlarni ko'p avor qildim. Öyle işimi bitti. Endi hoş bo'lgansan Marko. Rahmat sizga, tag'a, hadi. Tonio! Mening sirtqa chiqib kelgan ishim bor. Agar qaytmoqchi bo'lsang, ikkimiz birga mangayli. Buludu. Biroq Marko akam uyda yolg'iz qolsa, zerikib qolarmikin deymi? Bo'lamdi, Marko. Quruq gapni to'liq qildi ekansa, men bo'lmagan bo'lsam, allaqachon besilib mijig'iga chiqib ketgan bo'ladi. Qara, bo'p qolganing. Bundan keyin Markoning oldida hargizim beshimni ko'tarolmaydigan bo'ldim. Undaq bo'z qachon qaytib kelsa? Yaqinda daraja o'stirish imtihoniga qatnashmoqchi. Balkim kelinmasligi mumkin. Bo'pti. Men siz chig'inib ketmayman. Shundaqmi? Undaq bo'lsa, bo'ptamisa? Uy san qoldi, Marko. Xo'sh. Xo'sh. Yo'l olsun. Diyor.
Qandağız, ötkəndə mən bilən billa oynağan. Qalayım qaçıqama. Kiring. Kiring. Hech qisi yo'q. Kiravering. Pah. Nim degan ko'p. Men zot ko'rib boqmabdikanman go. Ismi nima? Marko. Ay yo'q. Amidiya, akamning maymuni. Yağaç qo'nchoqni yaxshi o'ynatgansiz. Nadikini? Ancha yaxshi o'ynatolmayman. Dadam shundoq deydi. U shunga doim meni Jo'letag'ili qaratadi. Shunga men doim Jo'letag'ili qarayman. Nadikini? Boy siz bek yaxshi o'ynatdingiz. Yağaç qo'nchoq xuddi o'zi harakat qilayotgandek. Mening ismim Fiolina. To'g'rimi? Ha? Siz men yana sizlarning Argentinaga bormoqchi bo'lganligingizni bilaman. Qandoq? To'g'rimi? Shundaqmi? siz hammani? Men palacha olayman. Bu Men sizning bir oshxonada ishlayotganligingizni bilaman. Shundaqmi? Dadam shundoq qil degandi. Argentinaga berish uchun nurg'un pul kerak. Men ishlayapman. Opam Argentinada mumkinchilik bo'lsa bir berib kelish xiyolim bor. Opangiz? U yerga berishga nurg'un pul ketamda. Opangiz sizlar bilan birga boramdi. Undaqda opangiz bu yerda qoldi ekanda. Opangiz o'lib ketganmi? Uzun yillar ilgari opam bizni tashlab ketgan. Shunga biz dadamga ergishib shahar kezib yuramiz. Naples, Rim, Milanlarga berib keldik. Dadam İtalyan yaxshi ko'rmaydi. U doim nega borsak bo'ladi deydi. Uning dengizning u tarafiga bog'isi bor ekan. To'g'ri, mening dengizni bir ko'rgim bor. Shu bu yerga ko'rgan. Bu yerdan dengizni ko'rgili bo'ladi ekan. Bizning u yer bilan farqlanmaydigan-ku. Arliq shuncha yaqin bo'lsa-mu, dengizning faqat bir burchigini ko'rgili bo'ladi ekan. Hey, üstüge chiqsaq cho'ngroq ko'gil bo'ldi ekan. Üstüge chiqib boqamdiq. Nima degan yaxshi? Nima degan go'zallar? Qarorlik parxod ana shu dengiz tarafdan bizga opamning xitini ep keladi. Sizning rostilla Argentinaga borgingiz bormi? Ucha olgan bo'lsam, hozirla uchib borgim botdi. Menla emas, dadam, akam, hammamizning orzusi shu. Opangiz bilan ko'rsangiz nima degan yaxshi? Appa! Biz yaxshi do'stlardan bo'lalig'idekmiz. Siz qandoq?
Markoning do'sti Emilio yo'lovchilar paraxodining rasmlik jadvalidan birini berdi. Yana Jiroda apandimning do'konida paraxodning yo'lovchilarga chiqargan uqtirishni ko'rdi. Bularning hammasi Markoning Argentinaga berish orzu va ishonchisini kuchaytirdi. Uzun o'tmay maymun Amidioning o'yiniga qiziqib qolgan Xapino Markoni tamoqqa taklif qildi. U haraq ichib o'tirib Markoga: "Agar sen Amidioni billa apasang, seni Argentinaga aparaman" deydi. Kelar qitimda Xapino yog'och qo'choq teatr umiga degan qismni ko'ringlar.